To'g'rimizda 5-mikron korzinka, bu tarafimizda esa Navruz restorani, xuddi ana shu domning o'zidan anaqa 4 qavatli g'ishli domning 4-qavatdan 2 xonalik 6 metrlik balkonli xonadonni sotuvga chiqyapti. Narxi zo'r so'ralyapti. Yetmaganiga kredit orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lov uchun $17,000 pul bo'lsa shu xonadon sizniki bo'ladi. Tan narxi esa $40,300 so'rayapti jigarlar. 5-mikrondan xonadon qidirib yurgan yaqiningizga sroch videomizni jo'natib qo'ying. Buxoro Joy kanaliga esa obuna bo'lishni unutmang. Ukajon o'zi puliga arziydimi deydigan hurmatli obunachilar uchun baho berasizlar. $40,300 so'ralyapti. 60 metr kvadrat, ikkita alohida xona, koridor juda ham katta va 6 metrlik balkonimiz. Bu joyda esa alohida bo'lgan sanuzorlarni ko'ramiz. Akkuratnigina holatda kafillantirilgan hojatxona qismi. Mana bu joyimiz birinchi xonamiz, chiroyli gilam va pardalarni to'shalgan, oyoqdagi pol qilingan ekan. Xonadonni o'rtacha qiladigan ishni o'zi yo'q, kirasiz, maza qilib yashaysiz. Aynan bu xonadonni hop kredit orqali ham xarid qilishingiz mumkin deb aytib o'tdik. Issiqlik sentralni ulangan bo'ladi. 4 qavatli eski g'ishli domni 4-qavatli 2 xonalik. Baribir eski domlar mustahkam bo'ladi deydilar-ku. Yashab yurgan odamlar o'zlari biladilar. Ko'rishingiz mumkin 6 metrli balkonimiz, oynalari akvaplast romlarga almashtirilgan. 4 qavatli g'ishli dom, 4-qavat, 2 xona 60 metr kvadrat. Manzilati Buxoro shahar 5-mikron ajomiy korzinka lokatsiya qilib kelsangiz bo'ladi. 5-mikron xonadon qidirib yurgan yaqiningizga videomizni jo'natib, like tugmasini bosib qo'ying. Hurmatli obunachilar, e'tibor berasizlar. 5-mikron ajomiy territoriyasi joyiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tashqari atmosferasi ham juda ham akkuratligina, parkovka, bolalar maydonchasi, maktab, bog'cha dasturli joyda joylashgan. O'zi bu territoriyadan kamdan kam holatda sotuvga xonadon chiqadi. Hozir sizlarga taklif qilayotgan xonadonimiz ham narxiga arziydi deb o'ylayman. Narxi 56,900 so'ralab, 3 xonalik, 2-etaj, uglovoy emas, o'rtada remontdan keyin hali hech kim yashamagan. 5-mikrondan xonadon qidirib yurgan yaqiningizga srochniy videomizni jo'natib qo'ying. To'liq videosi nasib bo'lsa relsga joylab boramiz. O'sha mashhur 6 metrlik balkon shu 5-mikrondan pulga arziydigan xonadon topsam maza qilib qaranglar. Tashqari atmosferani ko'rib turibsiz. Maktab, bog'cha dasturli joyda joylashgan. 5 qavatli panelli dom, 2-qavat, 3 xonalik 6 metrlik balkon. Proyekt bilan tanishtiradigan bo'lsak, o'sha eski proyekt xonalari alohida, sanuzor qismlari ham alohida. Asosiy eshikdan kirganimizda ko'rishimiz mumkin 3 ta alohida bo'lgan xonamiz. Devorlarda to'liq moyishlar bo'ylab qilingan, chiroyli gilam va pardalarni to'shab qo'yibdilar. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Ana bo'lib, bizning ikkinchi xonamiz. Ichki oynalar, ichki eshiklar, tashqi eshiklar barchasi zamonaviyga almashtirilgan. Ana bu joy esa zalimiz ana. 5-mikron ajomiy 2-qavat 3 xonalik 6 metrlik balkon, umumiy maydon 80 metr kvadrat. Sanuzorlari alohida. E'tibor berasiz. Jigar. Men narxini aytaman, siz emasdan like bosib Buxoro Joy kanaliga obuna bo'lasiz. Buni narxi nasib bo'lsa $56,900 reklamaga chiqaramiz. Jigar yo'qdimi sizga? Ana bu joyimiz kuxnyamiz. Videoda ko'rsatilgan barcha jihozlar qoladi. 5 qavatli panelli dom, 2-qavat, 3 xonalik, tapchanchasi ham mavjud. Tapchani tayinlab ko'rishingiz mumkin. Podvalcha qilib qo'yibdilar. Escho bonka-monkalaringizni qo'yishingiz mumkin. Kimga xonadonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerimiz bor, bog'lanishib olishingiz mumkin. 5-mikron ajomiy territoriyasida xonadon qidirib yurgan yaqiningizga videomizni jo'natib qo'ying. Xonadonda o'rtacha qiladigan ishni o'zi yo'q. Taklif bizdan, tanlov esa sizdan. Domni tashqari atmosferasidan ko'rsating deganlar uchun ana bunaqa 4 qavatli panelli domni 2-qavatdan 2 xonalik tayyor xonadon taklif qilaman. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. 70 ostanovkani lokatsiya qilib kelsangiz bo'ladi. Maktab, bog'cha ham dasturli joyda joylashgan. Aynan bu xonadonni siz ipoteka orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lov uchun $18,000 pulingiz bo'lsa, ishingiz o'xshab qoladi. Bismillah, qaranglar, kvartiramiz tashqi eshiklari ham yaxshi Istanbul eshiklariga almashtirib qo'yilgan. Mana podest qismi, podestdan akkuratligiga bitta baho berasiz. Ikki taraflama proyekt, xonadonda qiladigan ishni o'zi yo'q, kirasiz, maza qilib yashaysiz. Ana birinchi xonamiz devorlarda mo'ysha bo'ylab qilingan, chiroyli gilam va pardalarni to'shab qo'yibdilar. Issiqlik tizimi sentralniga ulangan bo'ladi. Shu 5-chi, 6-chining yaxshilik taraflari shu 6 metrlik balkoni va xonalari alohida, kamiga esa sanuzor qismlari ham alohida bo'lgani uchun talab juda ham katta. Keyin biz kapot to'lashni bilasizlar. Ana bo'lib bizning sanuzorlarimiz alohida xonada kafil terilgan. Juda ham bir fayz barakatli xonadon. Narxi ham juda ham zo'r so'raladi. 43,900. Naqd yoki ipoteka farqi yo'q. Kelasiz, ozgina nasib bo'lsa yana kelsalar savdosiga o'tib beraman degan joylari bor. Devorlarda mo'ysha bo'ylab qilingan, ichki eshik, tashqi eshik barchasi zamonaviyga almashtirilgan. Kafilchaga bittagina baho bering, juda ham chiroyli ekan. 4 qavatli panelli dom, 2-qavat, 2 xonalik 60 metr kvadratdan iborat xonadonimiz sotuvga chiqdi. Taklif bizdan, tanlov esa sizdan.